Tasodifiy faktlar. Qana ketdik. Sichqonlar pishloqni yoqtirishmaydi. Bu shunchaki multfilmdagi stereotip. Flamingoning suti pushti rangda, 8 oyoqlarda 3 ta yurak bor va qoni yashil rangda. Xuddi o'zga sayyoraliklarga o'xshab. Biz 60% ga bananmiz. Ya'ni biz banan bilan 60% DNK o'xshashlikka egamiz. Chumollar odamlar kabi uxlamaydi. Ular kun davomida bir necha bor 30 soniya mobaynida uxlab olishadi. Sabzirang apelsin bu marketing. Tabiatda apelsinlar yashil bo'ladi. Sovuq havoda esa ular sabzirangga o'zgaradi. Issiq davlatlarda ular oxirigacha yashil bo'lib qolib ketadi. Fransuz batoni qonunlar sababli kashf qilingan. 20-asr boshlarida Fransiyada yangi qonun qabul qilingan. Ya'ni nonvoychilar ertalabki soat 4 gacha ish boshlashi mumkin emas. Oddiy non esa tayyor bo'lishiga juda ko'p vaqt ketgan va shu sababli odamlar batonni o'ylab topishgan. SSRda muzlatgichlarga qulf o'rnatish mumkin bo'lgan. Ayniqsa yotoqxonalarda bir oyda bir olib kelinadigan kolbasani studentlar o'g'irlab ketmasligi uchun. SSR qishloqlarda pochtani yosh bolalar tashishgan va bu pochtalarni pioner pochtasi deb atashgan. O'quvchilar darsdan chiqib bir qop pochta olib tarqatib chiqishgan. Mutlaqo bepulga. Nimaga deysizmi? Shunchaki bekorchilikdan. Sovun uzoq vaqt davomida qimmatli narsa hisoblangan. 13-asrlarda Yevropada sovunning o'rniga kul va o'tlar bilan cho'milishgan. Sovun esa faqat to'ylarda va hashamatli bazmlarda ishlatishgan. Ilk fotosuratlarda odamlar jilmayib rasmga tushisha olmagan. Sababi kamera muddati 10 daqiqa bo'lgan. Tasavvur qiling, bir joyda turib 10 daqiqa kameraga qarab turish qanchalik azobli. Odamlar muzlarni saqlab qo'yishgan. Muzlatgich kashf qilinishidan oldin odamlar qishda muzlarni bolta bilan chopib olishgan va apilka bilan o'rab podvalda saqlashgan. Yozda esa uni sotishgan. Qaysi qo'lingizni ko'proq ishlatsangiz, o'sha qo'lingizdagi tirnoqlar tezroq o'sadi. Sizning suyaklaringiz betondan ham mustahkam, lekin faqat og'irlikka nisbatan. Sizning oshqozoningizda tosh bo'lishi mumkin. Ertalab sizning bo'yingiz kechqurunga nisbatan 2 sm uzun bo'ladi. Sababi kun davomida umurtqangiz siqiladi va bo'y biroq qisqaradi. Kechqurun esa tiklanadi. Juda qattiq kulsangiz, pressingiz chiqishni boshlaydi. Hatto ba'zilarda hichoq ham boshlanadi. Ba'zi odamlar ko'zlarini harakatlantirganda undan chiqadigan ovozni eshitishi mumkin. Bu juda kam uchraydigan nevrologik holat. Bu ko'z avtoakustikasi deb ataladi. Sizning chap va o'ng burningiz navbatma-navbat nafas oladi. Ular har 3 soatda avtomatik ravishda almashib turadi. Ayrim odamlar quyoshga uzoq vaqt qarashsa, aksirishni boshlashadi. Bu fototarmos deb ataladi. Tanangiz har kuni 1 millionga yaqin teri hujayrasini to'kadi. Shuning uchun uydagi changlar aslida sizning tanangizdan chiqqan zarrachalardir. Yo'talganingizda havo soatiga 140 km tezlikda uchadi. Kengurular ortga sakray olishmaydi. Sababi dum va chanoq suyaklari faqat oldinga harakat qilishga moslashgan. Baliqlarning xotirasi 3 sekund bo'ladi. Oltin baliqlarni kelsa bir necha oy davomida eslab qolishi mumkin. Biz aslida miyamizni 10% ni ishlatmaymiz. Biz miyamizni deyarli to'liq ishlatamiz. Telefonni tun bo'yi zaryadda qoldirish batareykaga ziyon qilmaydi. Chunki zamonaviy smartfonlar batareya to'lgach avtomatik ravishda to'xtaydi. Odam tanasi 90% suvdan iborat deyishadi, lekin bu noto'g'ri. Aslida esa 60% dan iboratdir. Qolgan qismi hujayralar va suyaklardan iborat.